İstanbulda faoliyat elib berayotgan an'anaviy Uyg'ur tibobati mutaxassislari Turkiyaning Xitoy virusiga qarshi kurashiga fidoyi bo'lib qatnashish uchun hukumatdan vazifa berishni talab qildi. An'anaviy Uyg'ur tibobati tadqiqot va ilmiy xizmat birligi bilan An'anaviy Uyg'ur tibobati tadqiqot vaqfining a'zolaridan 20 dan ortiq Uyg'ur doktor Turkiya uchun xizmatga tayyor ekanligini e'lon qildi. Mazkur vaqfaning boshlig'i professor Mutallib Amchi bayonot e'lon qilib, Xitoyning Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan koronavirusi dunyoga tahdidlanmoqda. Shundaqla Turkiya davlatimizga ta'sir qilmoqda. Turkiyada yashayotgan Uyg'ur doktorlar boshchiligida barliq Uyg'urlar bu qiyin kunlarda Turkiyaning yanida xizmatga tayyor. Uyg'ur doktor va tabiblar 2500 yillik uzun tarixga ega Uyg'ur tibobatini ajdodlardan miros qilib olgan va uni zamonning ehtiyojiga mos holda taraqqiy qildirayotgan bo'lib, tibbiy tajribalarimiz va xodimlarimizni Turkiyaning xizmatiga atashga tayyor dedi. Xitoy hukumati Sharqi Turkistondagi yezlarda hasharni oxirlashtirganligini jakoligi xeyli uzun bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uning rayonida har xil o'xshamagan shakllar va nomlar ostida izchil davomlashib kelganligi ma'lum. Bo'libmi Xitoy 2017-yildan buyon keng ko'lamda tutqun harakati yurgizib, 3 million atrofida kishini lagerga tutqun qilgandan keyin majburiy emgak masalasi qaytadan bosh ko'tarib chiqdi. Bu xabarlarda asosli lager tutqunlarining lager atrofidagi zavodlarda majburiy emgak silinayotganligi, lagerga kirmagan Uyg'ur yoshlarining turkumlab ikki o'lkalarga yo'tkab opirilib emgak silinayotganligi keng turda xabar qilinib, zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Halbuki yaqindan buyon ijtimoiy tarqalganda tarqalgan videolarda yosh emgak kuchlaridan ayrilib qolgan Uyg'ur yezlarida Uyg'ur ayollarining, Uyg'ur onalarining bu bo'shliqni to'ldirishga majbur bo'layotganligi oshkorlanmoqda. Oshkorlangan videolarda yo'l qurilishi, etiz er qurilish qatorliq og'ir jismoniy emgak bilan shug'ullanayotganlarning 90%ning ayol kishi ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Twitterda Xitoyga qarshi nafratning 900 oshqanligi o'tirg'i qo'yildi. Amerika prezidenti Donald Trump odatda koronavirusini Xitoy virusi yoki Wuhan virusi deb ataydi. Shuning bilan birga, u bu vaboning manbasini Xitoydan izlashda yolg'iz emas. Amerikada yuqumlanuvchilar sonining tez suratda eshishi va Nyu-Yorkning yangi yuqum markaziga aylanishiga ergishib, ommaviy taratqularda Xitoyga bo'lgan nafrat kuchaygan. Avstraliyadagi bir tadqiqot organi e'lon qilgan dokladga asoslanganda, Twitterda Xitoy davlati va Xitoylarga bo'lgan nafrat ifodalangan mazmunlar 900 ko'paygan. Shundaqla nurg'un kishilar bu kasalliklar haqida tweet yo'llarida Xitoy virusi, Xitoy yolg'on edi, insonlar o'ldi degandek xatchaklarni evatgan. Doklad yana Osiyoliklarni nishon qilgan torbat va yo'llanmalardami 200 ish ko'rilganligi tilga ilingan. Rossiyada yashayotgan o'zbek milliarder Alisher Osmonov O'zbekistondagi Xitoy virusiga qarshi kurashga $20 million yordam qildi. O'zbekiston taratqullarining xabar qilishicha, bu pul Wuhanda o'ttirg'i chiqqan Xitoy virusi bemorlari uchun Toshkent silinayotgan bir doktorxonani aslahalashtirish uchun ishlatiladi. Xabarda danliq savdogar va saxovatchi Alisher Osmonov davlat raisining tirishchanligini qo'lladi va bu doktorxonani eng zamonaviy tibbiy aslahalar bilan qurollantirish uchun $20 million iona qildi deyildi. Bu pul Xitoy virusiga qarshi qurilgan O'zbekiston yordam fondi va Sahiya ommaviy fondiga yetkazildi. O'zbekistonda hozirgacha 173 kishi Wuhan virusi bilan yuqumlangan bo'lib, 2 kishi vafot bo'lgan, 12 kishi saqayib doktorxonadan chiqqan. Amerika prezidenti Donald Trump Eronning Iroqdagi Amerika askarlariga hujum qilishni planlayotganligi haqida uchurga erishganligini va bundaq bir hujumning qarisiz qolmaydiganligini aytdi. Trump Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida kelgan uchurlarga asoslanganda Eron va uning quyruqchilari Iroqdagi Amerika askarlariga yoki aslahalarga bir maxfiy hujum elib berishni planlamoqda. Agar bu yuz berib qolsa, Eron buning badalini og'ir to'laydi dedi. U qanday qilib bu istixborot uchuri topshirib olganligi haqida ma'lumot bermadi.